Putinning Rossiyasi Xitoysiz hech narsa. Vladimir Zelenskiy. Lavrov va Rubio Nyu-Yorkda Rossiya-Ukraina urushini muhokama qildi. Ukraina Rossiya ichiga havodan va dengizdan hujum boshladi. Rossiyadagi eng yirik dengiz porti zarbaga uchradi. Trampdan kutilmagan bayonot. U Ukraina barcha hududlarini Rossiyadan qaytarib olishi mumkinligini aytdi. Qozog'iston Putin va Zelenskiy o'rtasidagi uchrashuvni o'tkazishga tayyor. To'qayev. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftani o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Putinning Rossiyasi Xitoysiz hech narsa. Vladimir Zelenskiy. Vladimir Zelenskiy BMT Xavfsizlik kengashining Rossiya va Ukraina urushiga bag'ishlangan yig'ilishda nutq so'zladi. Zelenskiy nutqi davomida Xitoy qo'llab-quvvatlamasa Putinning Rossiyasi hech narsa ekanligini aytdi. Vladimir Zelenskiy so'zlariga ko'ra, Pekin urushni to'xtatishi mumkin, biroq Xitoy buni amalga oshirmayapti. Xitoy chindan ham bu urushni tugatishni istaganida u Moskvani bosqinchilikni to'xtatishga majbur qilgan bo'lardi. Xitoysiz Putinning Rossiyasi hech narsa. Biroq Pekin haddan tashqari ko'p hollarda sukut saqlaydi va tinchlik yo'lida chora ko'rish o'rniga chetda turadi, degan Ukraina yetakchisi. Siyosatchi urushni tugatishga qodir bo'lgan davlatlar qatoriga Amerika Qo'shma Shtatlarini ham kiritgan. Moskva Amerikadan qo'rqadi va doimo uning fikrlariga e'tibor qaratadi, degan Zelenskiy. Shuningdek, Vladimir Zelenskiy Vladimir Putinning to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralarini o'tkazishdan qo'rqishini yana bir bor ta'kidladi. Bu odam Ukraina va dunyo bilan yuzma-yuz gaplashib, faqatgina urushni istashini ochiq tan olishdan qo'rqadi. Buning o'rniga Putin qon to'kilishni to'xtata olmaydigan va to'xtatishni istamaydigan vakillarni muzokara uchun yuboradi, deya xulosa qilgan Zelenskiy. Lavrov va Rubio Nyu-Yorkda Rossiya-Ukraina urushini muhokama qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri rahbari Sergey Lavrov va AQSh davlat kotibi Marko Rubio 24-sentyabr kuni Nyu-Yorkda BMT Bosh assambleyasining 80-sessiyasi doirasida uchrashdi. Uchrashuv 1 soatdan kamroq davom etdi. AQSh davlat departamenti ma'lumotlariga ko'ra, Rubio Lavrov bilan uchrashuvda prezident Trampning qotilliklarni to'xtatish va Moskva Rossiya-Ukraina urushini barqaror hal qilish uchun muhim choralar ko'rish kerakligi haqidagi chaqirig'ini yana bir bor takrorlagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi o'z navbatida Lavrov va Rubio Ukraina inqirozini hal qilish bo'yicha fikr almashganini aytdi. Ta'kidlanishicha, Lavrov Rossiya AQSh bilan Ukraina inqirozining asl sabablarini bartaraf etish bo'yicha sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishga tayyorligini aytdi. Shuningdek, mojaroni cho'zishga qaratilgan sxemalarni nomaqbul deb atadi. Sergey Lavrov va Marko Rubio bundan oldin 10-iyul kuni Malayziyaning Kuala-Lumpur shahrida uchrashgan edi. Ukraina Rossiya ichiga havodan va dengizdan hujum boshladi. Rossiyadagi eng yirik dengiz portiga zarba berildi. 24-sentyabr kuni kunduzi Ukraina dronlari Novorossiysk shahrining markaziy hududlari bo'ylab hujum uyushtirdi, deb xabar beradi Krasnodar o'lkasi gubernatori Venyamin Kondratyev. Xuddi shu vaqtda dengiz dronlari ham Novorossiysk portiga hujum qilgan. Bu Rossiyadagi eng yirik dengiz porti bo'lib, bu yerda Xalqaro Kaspiy quvurlar konsorsiumi neft terminali hamda RF Qora dengiz floti harbiy dengiz bazasi ham joylashgan. Region operativ shtabi ma'lumotlariga ko'ra, Novorossiyskga hujum oqibatida 7 ta turar joy binosi, jumladan Novorossiysk mehmonxonasi shikastlangan. Shevchenko ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birining tomi yonib ketgan. 2 kishi halok bo'lgan, yana 7 kishi yaralangan. Ular orasida voyaga yetmagan bola ham bor. Jabrlanganlar kasalxonaga o'tkazilgan. Ulardan 3 nafarining ahvoli og'ir. Shuningdek, 20 ta mashina shikastlangan. Ulardan 3 tasi butunlay yonib ketgan. Shaharda favqulodda holat rejimi e'lon qilingan. Rasmiylar dronlar hujumini qaytarish davom etayotganini xabar qilgan. Gubernator shahar aholisidan xavfsizlik choralariga rioya qilishni va iloji bo'lsa uyda qolishni so'ragan.
Kaspiy quvurlari konsorsiumi vakillari dronlar hujumi tufayli kompaniya ofisi faoliyati to'xtatilganini ma'lum qildi. Bino shikastlangan, xodimlar evakuatsiya qilingan. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, ularning 2 xodimi yaralangan. Biroq kompaniya ishchilari bo'lmaganlar orasida ham jiddiy jarohatlanganlar bor. Rossiya dengiz va daryo transporti federal agentligi dronlar hujumidan keyin Novorossiysk dengiz portida port infratuzilmasi va kemalarga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Krasnodar o'lkasida dron hujumlari xavfi tufayli Gelenjik shahri rasmiylari har qanday suzish vositalari uchun dengizga chiqish yo'lini yopib qo'ydi. Tuapse va Sochida qirg'oq bo'yidagi odamlar evakuatsiya qilinmoqda. Trampdan kutilmagan bayonot. U Ukraina barcha hududlarini Rossiyadan qaytarib olish mumkinligini aytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp tashqi siyosatdagi muhim tamoyillardan birini 180 darajaga o'zgartirdi. Tramp ilk marta Ukraina Rossiya bilan urushda barcha hududlarni qaytarib olish mumkinligini aytdi. Biroq bu uning Kiyevning g'alabasiga ishonayotganini anglatmaydi. Trampning bunday fikrlashi uzoq davom etmasligi ham mumkin. Bu haqda The Atlantic nashri yozdi. Maqolada yozilishicha, Tramp o'zini kamsitilgan deb hisoblamoqda. Shu sababli u urush haqidagi ritorikasini o'zgartirgan. U Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan munosabatlari tufayli Ukrainadagi urushni tezda tugatishga ishongan. Biroq Putin vaziyatdan foydalanib urushni davom ettirdi va Vladimir Zelenskiy bilan muzokara o'tkazishga rozilik bildirmadi. Ehtimol Tramp Kremlga haqorat va kamsitishlarning ham chegarasi borligini ko'rsatmoqchi, deyiladi maqolada. Maqola muallifining aytishicha, Tramp Putinning kamsitishlariga chidamli bo'lgan. Zelenskiy yoki Emmanuel Macron Ukrainaning g'alaba qozonishi borasida hayratlanarli reja aytmagan bo'lsa, Trampning Kiyevga nisbatan ishonchini o'zgartirishiga asos yo'q. Qozog'iston Putin va Zelenskiy o'rtasidagi uchrashuvni o'tkazishga tayyor, To'qayev. Qozog'iston Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy mojaroda vositachi emas, biroq Putin va Zelenskiy o'rtasidagi uchrashuvni o'tkazishi mumkin. Bu haqda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev ma'lum qildi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina barcha masalalarda ikki tomonlama muzokara o'tkazishga qodir. Qozog'iston Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy mojaroda vositachi emas va o'zini bunday deb hisoblamaydi. Fikrimcha, tomonlar barcha bahsli masalalar yuzasidan turli darajalarda muloqot qilishga qodir. Men doimo shunday hisoblab kelganman va buni ochiq aytganman. Ukraina inqirozi nihoyatda murakkab bo'lib, uni soddalashtirish imkonsiz, degan To'qayev. Prezident Rossiya va Ukraina rahbarlari Qozog'istonga kelishni istasa, muzokaralarni muvaffaqiyatli o'tkazish uchun barcha sharoitlar taqdim etilishini bildirdi. Yuqori darajadagi uchrashuv mutaxassislar, diplomatlar va boshqa xizmatlar darajasida sinchkovlik bilan tayyorlanadi. Shu sababli harbiy harakatlar davom etayotgan, o't ochish to'xtamagan va kun tartibidagi barcha asosiy masalalarda kelishmovchilik mavjud bo'lgan sharoitda amaliy natijaga umid qilish real yondashuv emas, deya qo'shimcha qilgan siyosatchi.